O'rtoqlar, Belorussiyaga ketgan o'zbekistonliklar haqida eshitdinglarmi? Belorussiyaga ketgan o'zbekistonlik o'zimizni vatandoshlarimiz video murojaat qilib chiqishdiki, o'rtoqlar ular aytayaptiki, bularga $500 oylik maoshi, ya'ni taklif qilingan. O'rtoqlar, bu yerda videoda aytishyaptiki, u $500 ichidan ham yotoq joyimizga to'laymiz, ham ovqatimizga to'laymiz deyapti. Ya'ni u bizga, ya'ni bu $500 umuman qoplamaydi o'rtoqlar. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, rostdan ham $100 aytayaptiki, $100 yotog'imga, $100 pitaniyamga to'layman deyapti. $200 uyga jo'nataman. $200 da undan ko'ra Belorussiyaga kelmasdan O'zbekistonda ham $200 dan ko'proq pul topaman-ku deyapti. Meni o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, Belorussiyaga emas, Rossiyaga kelishliklari kerak edi. Nimaga deganda, men o'zim ham hozir Moskvadaman va ko'ryapmanki, o'zbekistonlik o'zimizni, ya'ni vatandoshlarimiz uylariga kamida $1000 jo'natishyapti. Ya'ni Rossiyada shu har bir kvartirangizga, pitaniyangizga, hamma shu rasxodlaringizdan tashqari Rossiyada turib o'zbekistonlik fuqarolarimiz kamida $1000 uyiga jo'natyapti o'rtoqlar. Bu vaziyatga sizning fikringiz qanaqa? O'z fikringizni kommentariyada yozib o'tib ketinglar.